2 soatdan beri taqqalataman, nimaga ochmaysan eshigingni? Yebi, bizning uydagi qo'chqor. Sen Toshkentga o'qishga ketdim deb sasib yotishing qara kvartirangga. Bu kvartirangda meni qo'yxonam toza. Dadan qishloqqa maqtalib yuribdi Toshkentga meni o'g'lim namunali shaxs deb. Assalomu alaykum, mehmonmi? Ukajon yaxshimisan? Balama-ku, bugun shunaqa bardak bo'lib qoldi-da. Mana bu ham bugun bo'lganmi? Yo, bu kecha bugun. Naskingni qara qotib ketganni. Ay, Buncha po'choq bo'yiga shularni oq neksiyalik Sobir aka bilan qishloqqa berib olsak, men mazza qilib yeyman-ku. Buncha aqlli qiladi bu qo'chqoring yo'qat buni. Nima? Ana shu aka aytganlarini qilib bilmasdan gapirmaylar bir narsani bichi. Yo'qal. Sizlar kvartira pulini berasanmi, chiqarib beraman men. Bermaganmisan? Kvartira pulingga dadang akamni sotib berdik pulini. kursdoshlar bilan o'tirdik-da, o'shan ko'p ketib qoldi. Ukangni sotib beramiz, xavotir olma. Ukam sotasizlar? Nima qilasan? Yaqinda stipendiyam tushadi, beraman. Ol, ye. Tushunmadim. Bu konfet bu. O'zing birinchi ye. Aniqmi? O'rta asalla konter sazdat quvurlari yeyman, cho't-cho't apazdaldi, chonsam. The Bluetooth device. O'zingni sof ona tilingga gapir. Xotin boraman uyga, men nimadir kerak bo'lsa Telegramga yozib qo'y menga. Qaralaring, men ketdim. Beda bo'ldi aytaman. Sizlarni qo'shqo'lar shuni telgisa dadang o'ldirsalar kerak, ha? Bolalar Sardor shu yerda turadimi? Bizning uydagi sigirchi. Sani qandrangi deb dadang bolamni sotdi. Tağların garası, çavandoz yigitning sarası.